Assalomu alaykum hammaga. Video olishga qaror qildim. Mana o'zimning akvariumim, katta akvarium. Mana bu yerda hamma o'tlar живой, искусственный hech narsa yo'q. Tosh bilan faqat dekoratsiyadan tashqari hammasi живой o'tlar. Shu o'zimni, ya'ni sizlar o'zim mehnatimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ko'rsanglar mana hammasi живой. O'tlar zapus bo'lganiga 1 yildan oshdi. Faqat bir marta grunt almashtirdim, o'tlarni ko'paytirdim. Undan o'tlar kamroq edi. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr, mana cho'tki. O'tlar yaxshi yashyapti. Bular bu yerda har xil o'tlar bor. Kimga qiziq bo'lsa, so'rasa, kommentariyada yozsa, javob beraman. Ma'lumlar ham shu har xil, iloji boricha raznoобразный qilishga harakat qildim. Bir xil baluvga qiziqmasdan. Undan tashqari yana kichkina akvarium bor. Keyin uni ham ko'rsatarman. U yerda faqat krevetkalar, yatta-sekiz baluvlar bor. O'tda shu o'tlar ham o'tlar o'stiraman. Keyin o'tda agar o'sib ketsa, zo'r bo'lib ketsa, o'tdan kattaroq o'tlarni olib bu yoqqa ekaman. Asosan mana shu akvarium, katta akvarium. Ko'rsanglar bo'ladi. So'dvalar ham bor. Hamma o'tlar o'zi so'dvasi qiyin yashashi. Keyin hamma aytadi, o'tlar qiyinroq deydi akvariumda, lekin mana harakat qilsangiz hamma narsa bo'ladi. Faqat vaqt kerak, ozgina sabr kerak. Albatta, конечно. Xohlasam undan pushistli bo'lib o'stirish niyatim bor. Katta qilib to'ldirib o'tlarni. Kimgadir qiziq bo'lsa, kommentariyada yozsa, o'zimni, ya'ni opitimni olib, kimgadir yordam sifatida bo'lsa ham tushuntirib beraman, muammo emas. O'zbekistonda o'zi akvariumga qiziqadiganlar yaqin orada juda ko'payishyapti. Biz faqat o'tlarga ozgina qiyinchilik, tushunmovchilik ko'payapti. O'shanga hammaga yordam bo'lsin degan niyatda video olaman. Mana boshidacha ko'plar o'tlar ekdim, ko'plar o'smadi, dadil bo'lib ketdi. Hammadan maslahat so'rashga harakat qildim, lekin O'zbekistonda juda ham kam ekan. Asosan YouTubedan ko'rib tushunyaptim ko'p narsani. Qiziq bo'lsa, keyin safar yana ko'proq video olaman, yana kichkina akvarium krevetkalarimni ham ko'rsataman. Sog' bo'linglar, rahmat. Ko'rgan bo'lsanglar, kim sabr qilib ko'rgan bo'lsa hammaga rahmat. Charchamanglar, sog' bo'ling, omon bo'linglar.